Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugungi mavzumiz bola rivojlanishida uqalashning ahamiyati haqida. Tadqiqotlarga ko'ra, massaj bola terisini yaxshilashdan tashqari, go'dak bosh miya shakllanishida muhim o'rin egallaydi. Xususan, chaqaloq terisini ehtiyotkorlik bilan yengil silash miya rivojlanishini ta'minlovchi miyelin moddasini ishlab chiqarilishini ko'paytiradi. Farzandingizni qorinda gaz yig'ilishi, ich qotishi kabi holatlar ham bezovta qiladi. Yengil uqalash yordamida boladagi ovqat hazm qilish bilan bog'liq bunday muammolarni ham bartaraf etish mumkin. Yoqimli qo'l harakatlari bilan bajarilgan mashq bolaning asab tizimini me'yorlashtirib, uyqusini bir maromda osoyishta bo'lishini ta'minlaydi. Onasi tomonidan mehr bilan qilingan massaj go'dakning kayfiyatini ko'tarib, oilada suyukli ekanligini his qilishga yordam beradi.